Assalomu alaykum. Akalar, opalar salomatmisizlar? Kulgulation kanalimizga xush kelibsizlar. Ha. Assalomu alaykum. Uzilma o'chib qoldimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar, bo'lyaptimi, ketyaptimi? O'tiribsiz-da endi mana shunaqa qilib. Bugun ko'ring faqat yig'lamangni davomini, keyingi navbatdagi sonini olamiz. Ahmadjon baraka topsin bizga videolarni tayyorlab qo'ygan Ahmadjon ekan. Sila. Ha. Ahmad. Yurakdasan uka. Like'larni bosib ko'ringlar akalar. O'z fikringlarni albatta kommentariyada kutamiz. Shunaqa. Bos. Bilmaganlar uchun ko'ngilni nima deydi, yumshatib yuboradigan anaqa emotsionalniy videolar ko'riladi. O'shuning uchun yuragi bo'shlar, yig'lashga toqati yo'qlar bo'lsa, uzrasizlar, lekin kechirim so'raymiz sizlardan. Shunaqa. Yoshingiz nechida? 4,5, 5da, 6da, 8, 9da. Siz qayerda yashaysiz? Mehribonlik uyda. Sizni kim olib kelgan bu yerga? Oyim. Siz qanday farzand bo'lgan bo'lardingiz ota-onangiz uchun? Yaxshi farzand bo'lishni xohladim. Onam qaytib kelishlarini xohlayman. Oyim bo'lishini xohlayman. Adam bo'lishini xohlayman. Odam qaytib ketishini xohlayman. Onamni kelishini xohlayman. Onam qaytib kelishini xohlayman. Bolalarni bu yerda qoldirayotgan ota-onalarga nima degan bo'lardingiz? Bu yo'lga olib kelish kerak emasdi. Unaqa qilmanglar. Ular qoldirmasa, o'zini o'g'li. Bolani sog'inmaysanmi degan bo'lardim. Dunyoda yaxshi ota-onalar ko'pmi, yomon ota-onalar ko'pmi? Yaxshi ota-onalar ko'p. Yaxshi ota-onalar ko'p. Ota-onani o'rnini kim bosa oladi? Hech kim. Katta bo'lsangiz qanday ota-ona bo'lmoqchisiz? O'g'lim tug'ilsa yoki qizim tug'ilsa hamma narsa beradigan. Mehribon ona bo'lmoqchiman. Parkka boraman. O'g'limga yaxshi qaraydigan, boqadigan bo'lmoqchiman. Mehribon, bolasini yetimxonaga tashlab ketmaydigan ota-ona bo'laman. Bolani aqli yetgan narsaga kattalarni aqli yetmaydi, bas. Men o'zimni tayyorlab kiruvdim. Lekin to'g'risi kuchim yetmadi bu gapga. Qanaqa qilib? Bu ne'mat-ku, bola ne'mat bo'ladi-ku. Allohning bergan ne'mati-ku bizga. Endi bilmayman to'g'risi. Bir tomondan o'sha tashab ketgan odamlarga rahmat hamda bir tomondan, chunki bir xilgilar tualetga tashab yuboryapti bolasini. Oqizib yuboryapti, o'zi bilan suvga tashayapti. Qanaqa ahmoqlik bular? Tushunmayman. Unaqa qilib life is not same everyone. Hayot hamma uchun bir xil emas. Odam taftini odam oladi deydi-yu, bir xilgilarni hech kim bo'lmaydi yoki bo'lsa ham dardlashadigan odami bo'lmaydi-da. Odam kim bilandir gaplashib turish kerak, bo'lmasam tamom bo'ladi. Shunaqa. Tomi ketib qoladi.
Buni men bilaman. Qachonki bolalar multfilmi shunchaki bolalar multfilmi bo'lishni to'xtatganda, no tipa shunaqa. Voy, bosmay ketdi. Voy, yetim. Voy, canım. Voy, mamla. Voy, multfilmni ham yoqishadi. Умерла. Я начал жить на улице, потом у Ko'chada друга, yashashni boshladim. у Keyin друга do'stim жил, потом на заправке, потом на угольном пришел. Меня туда дядя Женя привез, я здесь Сережей познакомился. И вот я пришел один. Дима, а ты хоть немножко помнишь папу? Помнишь, да? Когда он узнал, что ты его ищешь, он сказал, что поедет за тобой куда угодно и заберет тебя с собой. Марсель? Voy, otasini topib berishdi. Так что благодаря вот ей с Димой все в порядке. Валентин Михайлович. This one's a beauty. He'll be worth a few bucks. Just gets easier and easier. Voy, jallod. Odamzod hayvonda baribir. Bolalikda ko'rgan multfilmlaringiz katta bo'lganda ko'rsangiz boshqacha ta'sir qilar ekan. O'lganmi? O'lgan.
Maşallah. Pauza berdim. Endi akalar hayot menga emas endi sizlarga hayot haqida arava berish, lekin endi hayotda bo'ladi, har xil narsa bo'ladi. Har xil hodisalar bo'ladi. Bu video masalan o'sha hayotni mana shunaqa og'ir vaziyatlariga ham tayyor bo'lishi kerak inson deb tushunishinglarni xohlardim aka. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni oddiygina achinish bilan qaramanglar-da, просто mana shunga mana shunaqa hodisalar endi Xudo saqlasin avvalambor. Shunaqa hodisalar bo'lmasligi uchun ham harakat qilish kerak-da deb o'ylayman. Ha? Shunaqa. O'zinglarni tasavvur qilib ko'ringlar. Ha, O'shunda boshqacha ta'sir qiladi. shunaqa. Vay. Последние слова отца перед тем, как подарить свое сердце сыну. Voy. Bu o'g'liga yuragini berganmi shunda otasi? Последнее слово отца перед тем, как подарить свой, ha. O'g'liga o'z yuragini bergan. Things you do for your son as a sacrifice. Absolutely not. I don't see it as a sacrifice. It is what Allah korusun eşin ölse evlenir misin tekrardan? İşim olsa evlenir mi? Evlenmem mi? Mezardan gelirken mi? Tabii hemen soğumadan. Yoksa daha sonra bulamaz. Eşiniz ölse tekrardan evlenir misiniz? Tabii. Niye evlenmeyeyim? Eşiniz ölse Allah korusun evlenir misiniz? Yok. Evlenmez misiniz? Mümkün değil. Niye abi? Ona haksızlık etmiş olur. Ona haksızlık etmiş olur. Çünkü onun bana yıllarca yaptığı şeyi yeni gelen yapmaz. O para için gelir mutlaka. Eşiniz ölse tekrardan evlenir misiniz? Hayır. Abla sen tekrardan evlenir misin? Evlenmem. Ben onu küçükken sevmişim. Bir daha evlenir miyim? Evlenmem. Xotiningiz o'lsa yangidan uylanarmidingiz deyapti-da. Ko'pchiligi yo'q deyapti, ha? Ha. Har xili bor-da. Ha. Sevadigani bor, просто tak uylangani bor. Shunaqa. Hammasiga bugun ulguring, chunki yoshlik qaytmaydi. هذا سلام فلما السلام ونظرة تؤلم قلبي في المنام. Arthur saved my life before he passed. I don't talk about him much, but I think about him. Stop. Boyagi bu kadr RDR 1, ya'ni Red Dead Redemption 1 o'yinidan olingan bo'lib, akalar Arthur Morgan, ya'ni Red Dead Redemption 2 dagi qahramonni ikkalasini ulashgan joyi. Arthur Morgan birinchi chastdagi qahramonni qutqargan bo'ladi. Ashuni aytib beryapti.
Mani hayotimni qutqarib qolgan. Men u bilan ko'p gaplashmaganman, lekin uni har doim o'ylayman deb eslayman. Shunaqa. Shunaqa. Voy. Harom odamlar tosh otadi, bir nima qiladi. Yo'q. Nima keragi bor? Senga nima qiladi bu? What's your favorite? Nimaga shunaqa odamlar? Prosta ketayotsa ham bir joyda mushuk miyovlab qolsa, yerdan nimadir olib, topib otadi o'shanga. Haromda bu. Shunchalik ham bo'lishi mumkin. Odam Voy, Javohir, sen bila ko'rmagansan-da bularni. Shunaqa anav yomon ko'chalarda vashi. Thing about Turner. That he's my brother. Eng yaxshi ko'rgan narsang nima bu borasida dedi? Mani ukamligi. It makes me feel good to have a brother like him. I love you. He is the best laugh in the world. Uni kulgusi eng chiroyli kulgu. Shuni rasmiysini ko'rganmisiz? Anu yakunida o'sha ikkovini adashmasam yo o'lgan qilib ko'rsatgan, xullas bu Tom and Jerry'ni Polly multfilmi yakunlangani borasida o'sha adashmasam video chiqarishganda oxirgi nimasini. Yo'q, uni ko'rmaganman to'g'risi. O'sha o'lganmi, nimadir qilib ko'rsatganda o'shanda. Yo Jerrymi yo qaysi biridir o'lgan qilib ko'rsatishadi. You take a witch's wand! How dare you defy your masters! Dobby has no master. Dobby is a free elf, and Dobby has come to save Harry Potter and his friends. Dobby qulmas, u Harry Potterni hayotini qutqarib qoladi u yerkanda. Capitano, bandiera, campioni d'Italia e campioni del mondo. Tutti Roma bilan xayrlashib. Due Coppa Italia. Scarpa d'oro e Golden Boot è semplicemente uno di noi. 307 gol. Francesco 786 presenze. 567 da capitano. Numero 10. Francesco. Francesco. Francesco.
Yerga yordam beringlar, shoshilinglar. Yerni himoya qiling, qutqarib qoling. Tabiat sizni ko'ryapti. Rahmat. Bu anaqa imo ishora bilan gapira oladigan yagona anaqa bo'lgan, maymun, gorilla bo'lgan. So'nggi maymun, ha. Endi hozir yerni qutqarish o'rniga hozir yeyishyapti. Yeyishyapti. Bombalar, neftlar, yana boshqa balolar, musorlar gapirmasak ham bo'ladi. Endi odamzod shunaqa. Nima qilyapsiz? Konsert ko'ruvmi? Gap me'yoriga yetkazib yetadi deb istasizda qarang. Ovozi yo'q-ku. Dardi borlarning ovozi chiqmaydi. You okay? Yeah. Sun'iy intellektda qilingan. O'zini filmlarini qaytib ko'ryapti. Voy, mashlarni real olishganda hammasini. Jarohatlanganmidi? One. Chicken. 爸爸你好厉害。 Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклу, бегал так упрямо. И если бы не твой милый голосок, я бы... Bolani ko'rib turibsan, bu nima qilyapti? Yurishga o'rgatyapti. Bilmadim qanday qilib, lekin ona ham bola ham baxtli deyapti. Qachon pulim bo'lganda to'lab ketaman, menga ozgina yegulik bering deyapti. Singlisi yegisi kelibdi, singlisini.
لا اما بس طلب سندويشة Bitta xolos, bitta de. ikkita qilib beraman deyapman. اما ما بدي اما بس سندويشة بس سندويشة بس سندويشة قلت لك انا اما بس طلبت وحدة انا والله ما بدي قلت لك انا بس وحدة والله والله طلبت لك بس وحدة بس تكون مشكلة فلافل انت اختك تعال عندي والله اجيب لك المصاري بس اقبض ona izoh vaqtsiz nima qilamiz? Kechirim so'radim. Moddiy taraflama shokolad deb qarang. Qanaqa aytsa bo'ladi? Увы, manzil domskiman. Эта женщина рядом со мной уже много лет. Когда я был никем, когда я водил такси и воровал еду из магазина, потому что у меня не было денег. Я даже украл наш первый тест на беременность, когда у нее в животе появился Кристофер. Потом я бросил эту женщину, потому что повелся на голливудский образ жизни и не понимал, какое сокровище было рядом. Я так рад, что Глэдис простила меня за мои ошибки. Никто не идеален. Для меня ты почти идеальна, поверьте. Я невероятно счастлив. Я молюсь на тебя. Ты в порядке, милый? Ну. Bu rostdan xotinimni tashlab ketganmi bu? Ha, voy bu вообще hype'da bo'lgan-ku. Bilasanmi, Van Damme o'z davrida shunaqa bu ajiotajda anunda yurgan, bu hype'da yurgan bu. Dim yomon bo'lgan bu. Даже hozir ham yaxshigina hurmat qilishadi buni. Endi o'sha payti erkak borlikda, ayol yo'qlikda sinaladi deydi-da, Javohir. O'sha payti bu o'zini tuta olmay qolganda, ular bor, yon atrofda vashi dahshat opalar. Qo'li hamma joyga yetadi. O'sha payt shunaqa bo'lib qolganda. Keyin vaqt o'tib qarasa, bir xil turmayapti yigitni guli. Vaziyat o'zgaryapti. Shunaqa bo'ladi-da o'zi. Yonida inson bo'lish kerak ekan haqiqiy, keyin tushunib yetib shunaqa. Qaytgan. Endi hamma xato qiladi. Bu aytib gapida jon bor. Muhimi tushunib yetib, aybini tan olib gapira olganida. Albatta. Nafas olishini qarang. Bu yomon qo'rqadi lekin. İşte. Pul baxt olib keladimi? Yo'q. Baxt pulni olib keladi. Oila bola chaqa bo'lmasa baraka bo'lmaydi. Bir tiyin hammasi. Pul rol o'ynamaydi. Yo'q. Mana bugun $500,000 yo'qotasiz. Ertaga borki, oilani borki, yo'qotsangiz qaytib topolmaysiz. $500,000 azam omadingiz kelib qolsa, bir kun topib qo'yishingiz mumkin. Bir ayolni zabt etish uchun borki, siz qalbigacha kirib borsiz kerak. Qalbigacha kirib borib, undan bola chaqa bilan oila qurish kerak. Buni qanday topasiz? Pulni borki, siz biznes qiling, reja qiling, ayaqa borib turib biznes reja qiling, topasiz pulni. Lekin oilani siz mana qalbiga kirib bormaysiz, pulni qalbiga kirib bo'lmaydi-yu. Pulni faqat aql bilan ishlatib bo'lasiz. Oilani Hozir siz baxtlimisiz? Menmi? Inshaalloh baxtliman. Oilangiz bor. Oilam bor. Pulingiz bor. Pulim bor. O'ziga yetadi.
Yasha sizga yetyapti. Otam yo'q. Vay, mana multfilm вообще men bu ham bitta travma berganda, bolaligimda ko'rganimda shunaqa yig'laganman. Mana shu joyi vay. Voy jallod. Oxirgisi yomon qildi lekin. Oxirgisi yomon ekan. Voy. Shu etdi-da, shu etdi. Mayli akalar. Menimcha bugunga yetadi akalar. Videolarni ko'rdinglar, joninglar sog' bo'lsin. O'z fikringlarni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Hammanglarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunaqa do'stlar. Like bosinglar. Ha. Xohlasanglar bosmanglar, o'zinglar bilasizlar. Sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.